Həridiki E. Bu hərfning talaffuz qilinishi mundaq. E. Əmdi bu hərfni öz içiga algan misollarni ko'rib o'tamiz. E'ning ayrim shakli. Misol halqa. E'ning oyog'idan olinadigan shakli. Misol dehqon. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Halqa E harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Dehqon E harfining oyog'idan olinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Hashim, Hashim. Sap, Yesap. Horun, Horun. Mihman, Mihman. Bahar, Bahar. Mihnat, Mihnat. Horun. Nasriddin apandim bir Horundan so'rabdim. Birodar, hal ahvolingiz qandaqroq? Yomon emas. Tapsam yeyman, topolmasam qanoat qilib yuriveraman, debdi Horun. Amsa siz shahrimizning lol mitlariga o'xshab qopsiz, debdi apandim.